Juma bilan tabriklash mumkinmi? Juma bilan, shanba bilan, yakshanba, dushanba xohlagan kuningiz bilan, xohlagan oyingiz, xohlagan yilingiz bilan kerak bo'lsa tabriklashingiz mumkin. Bu bo'yicha qonunda hech qanday cheklov mavjud emas. Endi bitta yigitimizni gapini tashlashyapti, mana juma bilan tabriklamanglar, boshqa degan gapi bo'ldi deyapti. Agar ahamiyat berib qarasanglar, o'sha joyda u yigitimiz juma bilan batamom tabriklamanglar demagan. Juma bilan o'zingizlar yozib tabriklab olsanglar bo'ladi degan. Endi ba'zi narsalar kelganda ichida o'sha arab tilida yozilgan davlatga qarshi yoki nashida ko'rinishidagi boshqa diniy materiallar bo'lishi mumkin. Ana o'shanda javobgarlik masalasi ko'tarilib qoladi degan ma'noda gapirdi. Endi u aytdi o'sha yerda juma bilan tabriklamasangiz ham biladi, boshqardi. Endi u o'zini fikri. Xohlagan odam tabriklasin, xohlagan odam tabriklamasin. Faqat o'sha har xil arabcha boshqa yozuvlarda bo'lgan narsalarda ehtiyot bo'linglar. Ya'ni bu yerda har xil so'zlar, yozuvlar, gaplar davlatga qarshi, tuzumga qarshi, konstitutsiya tuzumga qarshi bo'lishi mumkin. Ertaga misol uchun o'shani olib ekspertiza o'tkazganida, agar ekspertizada davlatga, tuzumga, konstitutsiya tuzumga qarshi narsa aniqlanadigan bo'lsa, javobgarlik masalasi ko'tariladi. Unda hech kim sizni u qiyin masala, u sizni aybingiz bormi, aybni misol uchun shakli bor. Qasd, ehtiyotsizlik degan misol uchun. Qasd bo'lishi uchun subyektiv tomon bo'lishi kerak, uni qasdi bo'lishi kerak odamni. Tushunish kerak, bilish kerak, tarqatayotgansan. Tushunmasangiz u javobgarlik masalasi ko'tarilib qolishi mumkin degan ma'noda gapirdi menimcha bu yigitimiz. Lekin umumiy qilib aytganda juma bilan tabriklash bironta qonun osti hujjatimizda taqiqlanmagan.